Labe? Savollar yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Unda bugungi mavzumizni boshlaymiz. Darsimiz yozib olinyapti. Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Bugun 3-darsimiz. Demak, biz boshladik. Laboratoriyada rekombinant DNK olish Boyer va Cohen tajribasi. Bu qanday qilingan? Demak, eng asosiy genetik injeneriyaning eng asosiy joylaridan biri. Genetik rekombinatsiya degani bu turli manbalardan olingan genlarning yoki genlarning normal biologik almashinuvi natijasida o'zgargan xromosomani hosil bo'lishiga aytiladi. Yangi DNK molekulasi DNK zanjirining uzilishi yoki birikishi yo'li bilan rekombinatsiya jarayonida hosil bo'ladi. Irsiy axborotning o'tkazilishi, almashilishi va o'zgarishining tabiatda turli shakllari bo'lib, ular yangi xususiyatlarga ega bo'lgan organizmlarning paydo bo'lishi uchun manba sanaladi. O'tgan darsda ham rekombinatsiyaning tabiiy manbalari bilan tanishgandik. Bular konjugatsiya, transformatsiya, transduksiya jarayonlari edi. Lekin laboratoriyada biz qachon konjugatsiya bo'lib turar ekan, qachon rekombinatsiya bo'lib turar ekan deb o'tira olmaymiz. Shuning uchun bizning olimlarimiz o'zlari sun'iy ravishda rekombinant DNK olishni o'zlari kashf qilishgan. Turli organizmlarning genlarini sun'iy yo'l bilan birlashtirib rekombinant DNK olish mumkin. Laboratoriyada ham uni sun'iy ravishda qilsa bo'ladi. Gen muhandisligi yoki rekombinant DNK olish texnologiyasida tajribalar yo'li bilan bir organizm donor deyiladi. Ya'ni irsiy materialni berayotgan organizm donor deyiladi. Boshqa organizm ya'ni irsiy materialni olayotgani retsipiyentga deyiladi. O'shanga o'tkazish orqali genlarning irsiylanishi ta'minlab berilar ekan. Masalan, mikrobiologiya sanoatida qarang, mana bu joy zo'r, qiziqarli joyi. Azot fiksatsiyalovchi genlar kiritish yo'li bilan o'simliklar hosildorligini oshirishda qo'llaniladigan bakteriya shtammlari olinadi. Bu o'g'itlarning ishlatilishini kamaytiradi va atrof muhit holatini yaxshilaydi. Endi hozirgi kunda gen muhandisligi metodlari rekombinant bakteriya shtammlaridan biologik faol birikmalar, jumladan gormonlar, insulin gormoni, o'sish gormoni, somatostatin gormoni, virusga qarshi preparat, masalan, interferon olishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Xuddi shu yo'l bilan, demak, mana bakteriyalarning genomlari rekombinatsiya qilinib, mana shu narsalar olinyapti ekan. Genlarni boshqa organizm genomiga to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib o'tkazilishi irsiy nuqsonlarni to'g'rilashga ham yordam berar ekan, hattoki. Mana irsiy kasalliklar bo'ladiki, o'shalarni mana shunday genetik rekombinatsiya yordamida to'g'rilash imkoni bor ekan, hattoki. Rekombinant DNK olish yo'li bilan irsiy kasalliklarni davolash istiqbolli bo'lib, bunda bemor genomiga zararlangan gen o'rniga normal funksional gen kiritiladi. Maxsus usul yordamida va u inson o'zini irsiy kasalligidan tuzaladi. Har qanday kasallikni genetik injeneriya yo'li bilan davolash imkoni bugungi kunda bor ekan va buni kelajagi bor ekan, hattoki. Endi buni albatta bu usulni birinchi marta qilib ko'rgan olimlar, ya'ni bu usulni birinchi marta qilib ko'rishmagan, bu ana shu hozirgi kunda mana shuncha narsani qilinishini boshlab bergan olimlarning tajribasi bu birinchi marta rekombinant DNK olish va genlarni klonlash bo'lgan. Buni Boyer va Cohen amalga oshirishgan. Qarang, nima qilishgan ular? Sun'iy ravishda rekombinant DNK olish, genlarni klonlash 1972-yilda AQSh olimlari Boyer va Cohen tomonidan amalga oshirilgan. Birinchi ma'lumotimiz. Ikkinchisi, bu olimlar E. coli, ya'ni Escherichia coli ichakda yo'qchi bakteriyasini xromosoma DNKsi va shu bakteriya plazmidasiga alohida proberkalarda yopishqoq uch hosil qiluvchi EcoR1 restriktaza fermenti bilan ishlov beradilar. Ya'ni ular turli yo'llar bilan E. colida xromosomasini ajratib olishadi, bitta proberkaga tashlashadi. E. colida plazmidasini ajratib olishadi, boshqa proberkaga tashlashadi. Keyin har bitta proberkadagi irsiy elementlarga EcoR1 restriktazasini berishadi. Asosiy xromosomada EcoR1 taniydigan sayt juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun xromosomani juda ham ko'plab bo'laklarga bo'lib tashlaydi EcoR1. Plazmidada faqat bittagina sayt bo'lganligi uchun EcoR1 faqat plazmidani bir marta kesadi va natijada plazmidani yopishqoq uchli ochiq holatga o'tkazib qo'yadi. Mana bu yoqqa yozib ketgan. Halqasimon plazmid tarkibida faqat bir dona EcoR1 restriktaza ferment tanlab kesadigan maxsus nukleotidlar izchilligi bo'lganligi sababli restriktaza DNK xo'sh zanjirini faqat bitta joyidan kesib halqasimon plazmidni yopishqoq uchli ochiq holatga o'tkazib qo'ygan. Xromosoma DNK molekulasida EcoR1 taniydigan nukleotidlar izchilligi ko'p bo'lganligi uchun qancha bo'lsa shuncha marta kesgan, natijada xromosomani bo'laklarga bo'lib tashlagan. Juda ham ko'plab turli uzunlikdagi nukleotidlarga bo'lib tashlagan. DNK bo'laklarini keyin biza ular nima qilishgan? Shu xromosomani DNK bo'laklaridan birini
mana bu ochiq holatdagi plazmidaga biriktirib qo'shgan Boyer bilan Cohen. Endi bu plazmidani ochiq joyiga xohlagan kattalikdagi DNKni joylashtirib bo'lmaydi. Shuning uchun xromosomada bo'laklarga bo'linishdan hosil bo'lgan DNK bo'laklarini elektroforez moslamasiga solishgan. Elektroforez shunday moslamaga kuchli elektr maydonida katta kichikligiga qarab ajratib beradi DNK bo'laklarini. Plazmidaga ham qanaqa DNK sig'ishini aniqlashgan va elektroforez yordamida o'sha kerakli DNKni ajratib olishgan. Bunda o'sha hosil bo'lgan bo'laklar maxsus bo'yoq bilan bo'yalayotgan birinchi, keyin elektroforez gelidan kerakli DNK bo'lagini suvda eritib ajratib olinayotgan. O'zi bu ham maxsus usul. Buni alohida bir video roligini keyinchalik tayyorlab kanalimizga tashlab qo'yaman. Boyer bilan Cohen shu usul bilan ajratib olingan yopishqoq uchli xromosoma DNK bo'lagini ochiq holatdagi yopishqoq uchli plazmid DNKsiga probirkada aralashtirib, ligaza fermenti vositasida bu ikki xil DNK bo'laklarining uchlarini bir-biriga kovalent bog'lar yordamida ulaganlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Plazmidaga asosiy xromosomadagi DNKni ulayapti. Natijada plazmid tarkibiga xromosoma DNK bo'lagini birinchi marta shula kiritgan. Natijada plazmidda endi DNKsi rekombinatsiya bo'ldi. Mana shuni birinchi marta DNK rekombinatsiyasini amalga oshirgan olimlar sifatida tarixda qolib ketishgan. Shu usulda ilk bor rekombinant plazmid olindi, ya'ni geni o'zgartirilgan plazmid olingan birinchi marta. Endi bu molekulyar qurilma deb yuritiladi hozir. Ya'ni o'sha geni rekombinant plazmidda molekulyar qurilma deyiladi yoki ilmiy tilda konstruksiya deyiladi. Bu yerda plazmidda vektor, ya'ni yo'naltiruvchi funksiyani bajaradi plazmid. Vektor degani yo'naltiruvchi. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, plazmidlar DNKsiga rekombinatsiyalarni oladi. Ya'ni bu biz mana shu ekolinni xromosomasini biron bir boshqa organizmga o'tkazmoqchi bo'lsak, biz mana shu hozir konstruksiyadan foydalanib bemalol o'tkazishimiz mumkin. Buni bizga o'sha plazmid o'zi amalga oshirib beradi. Keyin ular bu ish bilan to'xtab qolmagan ekan. Qaranglar. Bu vektor konstruksiya o'z tarkibida antibiotikga chidamlilik geni bo'lganligi uchun maxsus yaratilgan plazmidsiz, ya'ni antibiotikka chidamsiz shtamm hujayraga kiritishgan ular. Qarang. Ular bir vaqt o'ziga endi genlarni klonlashni ham amalga oshirishgan. Buning uchun bu plazmidni olishganda, ya'ni o'sha o'zgartirilgan rekombinant plazmidni olishganda olib boshqa bitta bakteriya kiritib qo'yishgan plazmidsiz bakteriyaga. Rekombinant plazmid kiritilgan bakteriya hujayralari kloni antibiotikka chidamli genga ega bo'lib qolganligi sababli endi o'sha kiritilgan bakteriya bo'linishni boshlagan. Juda ham ko'plab klonlarni hosil qilgan. Va o'sha endi proverkada plazmidi bor bakteriyalar bor, plazmidi yo'q bakteriyalar bor. Plazmidsiz bakteriyadan farq qilib antibiotik ta'sirida nobud bo'lmagan. Keyin antibiotikni bitta berishgan, bo'ynaki plazmidi bor bakteriyalar yashab qolgan, plazmidasilar o'lib ketgan. Shu sababli tajriba o'tkazayotgan proverkaga antibiotik qo'shib rekombinant bakteriya kloni ajratib olinadi va klonlanadi deyapti. Endi bu klon tashkil etuvchi har bir bakteriya yot heterologik DNK bo'lagi bor bo'lib, bakteriya biomassasi qanchalik ko'paytirilsa, yot DNK bo'lagi shunchalik ko'paytirish mumkin. Buni men sizga tushuntirib beraman. Elchinbek gapirmoqchi ekan, mayli, savol bo'lsa marhamat. Kimda savol bo'lsa she'rgacha. Bilaman, birozgina tushunarliroq mavzu. Men sizga chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bemalol savollar bo'lsa beringlar she'rgacha agar. Hech kimda savol yo'q-a? Mana boshdan tushuntiray shuni bo'lmasam, birinchi nima qilishdi? Mana bakteriyaning asosiy xromosomasi mana bu plazmid kesilgan, xullas kalom, xromosomani bo'laklarga bo'lib tashlagan. Hozir bitta ish qilamiz siz bilan. Shuni men rasm ko'rinishingizga tushuntirib beraman hozir. Birozgina murakkab jarayon tushuna olish uchun, tushunsa bo'ladi, qarang. Mana Boyer bilan Cohen nima qilyapti ma'nosi? Ular Boyer bilan Cohen'da savol tug'ilgan. Ya'ni mana asosiy xromosoma mana bu endi halqasimon plazmidamiz mana. Ikkalasini alohida proberkalar solyapti. Ikkalasiga ham keyin EcoR1 restriktazasi bilan ta'sir ettiryapti. Ikkalasiga ham beryapti EcoR1 eng qizig'i. Tak. Bunga ham beryapti. Bunga ham beryapti. EcoR1 nima qilyapti? Asosiy xromosomida nechta EcoR1 taniydigan sayt bo'lsa, DNKni shuncha bo'laklarga bo'lib tashyapti mana. Qarang. Xohlagancha bo'lakka bo'lyapti. Nechta sayt bo'lsa, ya'ni EcoR1 taniydigan nukleotidlar nechta bo'lsa, shuncha bo'lakka bo'ldi. Endi bizda nechta DNK bor? Mana bu 1, mana bu 2, mana bu 3. Misol uchun mana bu 4, mana bu 5, mana bu 6, mana bu 7, mana bu 8, mana bu 9,
Mana bu 10 ta. Masalan, mana bitta xromosomani 10 ta DNK ga bo'ldi. Plazmidda faqat bittagina ekverber taniydigan sayt bor ekan, shuning uchun plazmidda mana faqat bitta joyda bo'ldi faqat. Mana natijada plazmidamiz yopishqoq, kuchli, ochiq holatda qolib ketdi. Endi Boyer bilan Cohen mana asosiy xromosomada mana bulardan birontasini qiziqishgan. Qani shu plazmidaga biriktirib bo'ladi, mana bu ochiq joyga biriktirsa bo'ladimi, yo'qmi deb qilishgan. O'lchab ko'rishsa, misol uchun o'lchab ko'rishsa, mana bu 5-DNK to'g'ri kelar ekan. Lekin uni qanday qilib olib, uni mana bu joyga, qanday qilib mana shu joyga qanday qilib qo'yish mumkin? Axir biz kichkina narsaga qo'l bilan olib bo'lmaydi. Shuning uchun endi asosiy xromosomani elektroforez moslamasiga joylashtirishgan. Elektroforez yordamida kerakli o'lchamdagi DNKni ajratib olishgan. Ya'ni mana 5-o'lchamli DNKni ajratib olishgan. Demak, uni chizib qo'yamiz mana 5-o'lchamli DNK. Mana bizning 5-o'lchamli DNKmiz. Qolganlaridan bir amallab ajratib olishgan usul yordamida. Va endi buni hurmatli o'quvchilar, qarang nima qilyapti. Olib plazmidali probirkaga solishgan, aralashtirishgan va endi bu ikkalasi bir-biriga yopishishi uchun ligaza fermentini berishgan. Va endi bizda mana bunaqa plazmida bor. Mana boyna kesilmagan edi, keyin uni ekverber bilan kesa oldik va biz nima qildik endi? Biz qilgan ish shu yerga mana DNK bo'lagini ulab qo'ydik. To'g'rimi? Mana shuni qizil bilan belgilaylik. Mana qizil bilan belgilaymiz. Mana 5-DNK bo'lagini misol uchun shu yerga ligaza yordamida uladik. Va endi bu hurmatli o'quvchilar, buni nomi rekombinant plazmid deb yuritiladi. Genetik injeneriyada buni vektor konstruksiya deyiladi. Vektor konstruksiya deb yuritiladi. Bunda mana bu o'sha gen, kiritilish kerak bo'lgan gen deyiladi. Masalan, ahamiyatga ega bo'lgan gen. Tushundinglarmi, hurmatli o'quvchilar? Ahamiyatli gen deyiladi. Mana bu bizning plazmidamiz esa vektor deb yuritiladi, ya'ni yo'naltiruvchi degan ma'noni anglatadi. Biz ham biron bir organizmga mana shu genni kiritmoqchi bo'lsak, mana shu plazmida yordamida kiritsak bo'ladi. Chunki biz plazmidalarni bilamiz. Masalan, avtonom plazmid bo'ladigan bo'lsa, bemalol bu hujayradan unisiga sakrab o'tib ketishi mumkin yoki biron bir bakteriya kiritadigan bo'lsa, agar transmissible bo'ladigan bo'lsa, borib to'g'ridan-to'g'ri asosiy xromosomasiga rekombinatsiya bo'lishi mumkin. Rekombinatsiya jarayoni bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Albatta, genom o'zgaradi. Endi xullas birinchi marta mana rekombinant DNK olindi, to'g'rimi? Rekombinant DNK, chunki plazmidamiz o'zi DNK edi va unga yana biz boshqa genni olib kelib qo'yapmiz. U endi nima bo'ldi? Rekombinant bo'ldi, hurmatli o'quvchilar mana. Rekombinant genomi o'zgartirilgan bo'ldi. Endi Boyer bilan Cohen nima qilishmoqchi bo'lishgan? Buni mana kanalga tashlab qo'yaman buni rasmini, keyin bemalol olib ko'chirsanglar bo'ladi, hurmatli o'quvchilar. Demak, mana rekombinant Boyer bilan Cohen tajribasining mohiyati shundan iborat. She'rgacha tushundinglarmi, hurmatli o'quvchilar? Endi genlarni klollashni ko'ramiz agar tushungan bo'lsanglar. Qani, kim tushungan? Savollar bo'lsa bemalol. Qani she'rgacha Boyer bilan Cohen tajribasini tushunmaganlar bo'lsa oramizda. Tezroq. Kimda tushunmagan joy bor? So'rasin. Elchinbek, juda ham ovoz past kelyapti, to'g'risi. Menda birozgina muammo bo'lyapti eshitishga. Qolganlarga tushunarli? Endi kelinglar genlarni klollash. Uni ham Boyer bilan Cohen amalga oshirgan. Ular qarang, nima qilishgan? Genetik injeneriyada genlarni klollashni birinchi marta shular amalga oshirishgan. Tasavvur qilaylik. Mana bitta bakteriya, ikkita bakteriya, uchta bakteriya, to'rtta bakteriya, beshta bakteriya, oltita bakteriya. Bular alohida bitta probirkada turibdi. Tasavvur qiling, mana bitta probirkada turibdi. Bularda plazmida yo'q. Bularni o'zini antibiotik bersangiz, bu o'lib ketadi. Biz nima qilamiz? Mana bu plazmidni, ya'ni rekombinant plazmidamizda olamizda, mana buni ichiga kiritib qo'yamiz. Endi bu tasavvur qilaylik, avtonom plazmida bo'lsin.
Bu albatta nima qiladi endi? Avtonom bo'ladigan bo'lsa, hujayra bo'linmayotgan vaqtda ham, undan bunga o'tadi. Chunki bakteriyalarda konjugatsiya degan jarayon bor. Konjugatsiya tufayli tasavvur qiling, mana bunga berdi. To'g'rimi? Bunga berdi. Mana bunga berdi. Mana shu uchalasiga berdi. Ya'ni xullas kelib shunaqa holat bo'ldi. Va bular yana bo'linadi ham. To'g'rimi? Bo'lingan vaqtda bakteriyalar jins usulda bo'linsa, xuddi o'ziga o'xshagan bakteriyani hosil qiladi. Uni klon deb yuritamiz-da endi. Va jarayon so'ngini qaraydigan bo'lsak, mana shu probirkamiz ichidagi 3 ta bakteriyada mana bu biz boyagi plazmidamiz bor. Shunday holatda o'tgan. Mana 5-chi DNKmiz kiritishimizdan oldin bitta edi. Endi jarayon so'ngida nechta bo'ldi? 3 ta bo'lib qoldi. Hech qanday ish qilmadi. Shunchaki bitta bakteriyani kiritdik. U bakteriya konjugatsiya bilan qolganlarga berdi. U yana bo'lindida o'zina qiz hujayralarni hosil qildi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Va natijada bizni boshda boyer bilan ko'yin qilgan bittagina mana bu bitta edi boshda mana bu narsa. Mana bu narsa boshda bitta edi. Mana. E'tibor bering, bittagina edi. Mana shu bittagina edi. Hozir bu nechta bo'lgan mana idishni ichida e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana. Idishni ichida hozir bir e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana 3 ta bo'ladi. Obbo. Mana bitta, mana bu yerda yana bitta bor, mana bu yerda yana bitta bor. Ko'rdingizmi? O'z-o'zidan gen klonlandi. Ya'ni genni ko'paytirdik biz, kerakli genni. Mana asosiy xromosomadan ajratib olib plazmidga o'tkazdik, plazmidda bakteriyaga o'tkazdik, plazmidsiz bakteriyaga. Bitta genimiz 3 ta bo'ldi. Avtonom plazmid o'zini yuzlab, o'nlab barobar ko'paytira oladi. Endi men hozir 3 tagina chizdim, aslida bu narsa ko'p bo'ladi. Va idishda plazmidsizlari ham bor. Eng qizig'i mana bu, bunda o'sha bizning genimiz yo'q. Biz nima qilamiz endi? Bularga biz, hurmatli o'quvchilar, antibiotik beramiz endi. Mana bularga biz mana shu probirkaga antibiotik solamiz. Antibiotik solgan vaqtimiz mana bu bakteriya plazmidas bo'lmagandan keyin o'ladi. Bu bakteriya ham o'ladi, bu bakteriya ham o'ladi. Va probirkada faqat bizning plazmidali bakteriyalarimiz yashab qoladi. Bizning plazmidali bakteriyalarimizda esa bizning ko'paytirmoqchi bo'lgan genimiz bor. Va ular hali ham ko'payishda davom etyapti. Natijada biz jarayon boshida bitta genli bo'lgandik, hozir millionlab hattoki genlarimiz bo'lishi mumkin. Mana shu narsani genlarni klonlash deydi. Ya'ni bitta gendan juda ham ko'plab genlarni genetik injineriya usulida olishga aytiladi, hurmatli o'quvchilar. Boyer bilan Koinning tajribasi mana shundan iborat. Tushunarli bo'ldimi, hurmatli o'quvchilar? Genlarni klonlash nimaligi sizlarga tushunarli bo'ldimi? Agar tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, Boyer bilan Koinning tajribasi hozir ayni vaqtda savol berishlaringizni, bemalol qanaqa savol bo'lsa berishlaringiz mumkin. Kimda qanday savol bor? Savol yo'qmi? Nega jimsizlar? Sarvar, Xurshid, Javohir. Tushunarli bo'ldimi, yo'qmi? Boyer bilan Koin. Yaxshi. Endi boyagi Boyer bilan Koin tajribasi gel rekombinant DNK olish qanday bo'lgan, Boyer bilan Koin gellarni klonlash qanday bo'lgan tushungan bo'lsanglar, endi ma'ruzamizning davomiga o'tamiz. Davomi undan ham qiziq. Bugungi kunda bu usul yanada takomillashtirilgan. Yod DNK bo'lagini rekombinant vektor konstruksiya vositasida ko'paytirish genlarni klonlash deb atal ekan. Tushundinglarmi? Mana boyagi tajribada o'sha 5-DNKmiz yod genetik materialida plazmidaga o'tkazdik, vektor konstruksiya hosil bo'ldi. Vektor konstruksiyani biz bakteriyaga solgandik, ko'payib ketdi-ku birdaniga har xil usullar bilan. Shuni genlarni klonlash deyilgan ekan. DNK bo'lagini klonlashda vektor sifatida faqat plazmidlardan emas, balki viruslardan, faglardan yoki ko'chib yuruvchi genetik elementlar, transpozon, retrotransposonlardan ham foydalanish mumkin ekan. Eslab qolinglar, tezga tushish mumkin. DNK bo'lagini klonlashda nimalardan foydalanadi desa, birinchi plazmidlar, avtonom plazmid, transmissible plazmid, viruslar, faglar, transpozonlar, retrotransposonlar va retropozonlardan ham foydalansa bo'lar ekan. Ya'ni ko'chib yuruvchi genetik elementlardan.
Agar avtonom plazmiddan foydalanilsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Chunki avtonom plazmid o'zini o'zi ko'paytirib, boshqalarga shunday hujayra qobiqlaridan ham o'tib ketaveradi. Vektor degani bu genetika va molekulyar biologiyada genetik materialni hujayraga kiritish uchun foydalaniladigan DNK molekulasiga aytiladi. Biza boya o'tgan darsda ko'rgandik, plazmidlar bemalol boshqa hujayralarga o'tib qaytib yurishi mumkin. Viruslar, faglar, transpozon, retrotransposonlar ham xuddi shunday yurishi mumkin degandik. Shuncha genetik injeneriyada bular asosiy o'rinni egallayapti. Endi bugungi kunda nima qanday qilinadi deb rekombinatsiya jarayoni qarang. Biron gen muhandisligida quyidagilar amalga oshirilayotgan zamonaviy rekombinatsiyani amalga oshirish uchun birinchi, kerakli genga ega donor organizmdan zarur genlar ketma-ketligi ega bo'lgan DNK molekulasi ajratib olinadi. Tushundingizmi? Misol uchun, siz E. coli bakteriyasiga o'sha insonni Langergans orolchasida insulin ishlab chiqaradigan genni kiritib, siz bakteriyadan insulin olib foyda qilmoqchisiz. Birinchi navbatda o'sha Langergans orolchasidagi hujayralar, bular donor hujayralar hisoblanadi. Ulardan siz insulin haqidagi axborotni topib, insulin haqidagi axborot joylashgan DNK molekulasini topasiz, ajratib olasiz. Birinchi qiladigan ishingiz. Ikkinchi qiladigan ishingiz, ajratib olgan DNKingiz albatta toza holatda bo'lmaydi. Unda har xil turdagi oqsillar bo'ladi. Shu oqsillardan zarur fermentlar ta'sirida tozalab olasiz. DNKni chotki o'zini tozalab olasiz. Hech nima qanday qo'shimchasiz, shunday o'zini top-toza qilib olasiz maxsus fermentlar yordamida. Keyin recipient hujayrasi, bu yerda qabul qiluvchi hujayrasi bu E. coli, ya'ni Escherichia coli. Unga biron genni kiritish uchun mazkur hujayraga kira oladigan, uncha katta bo'lmagan DNK molekulasidan foydalanishingiz kerak, ya'ni vektor tanlashingiz kerak. Bu vektor yuqorida gaplashdik, plazmid, ko'chib yuruvchi genetik element, virus yoki fag bo'lishi mumkin. Bittasini tanlaysiz, o'ziga qulay bo'lganligini. DNK vektorni donor genni kiritish mumkin bo'lgan joydan ferment yordamida kesasiz. Ajratib olingan gen vektor molekulasiga tikasiz, uni ligaza fermenti yordamida ulab qo'yasiz. Rekombinant DNK hosil qilasiz va klonlaysiz uni, ya'ni klonlash degani xullas bironta bakteriyani o'sha narsasiz kiritasiz, masalan plazmid bo'ladigan bo'lsa, mana boyer bilan qo'yin klonladiki, xuddi shunday qilib klonlaysiz. O'sha insulin haqidagi axborotni o'nlab, yuzlab marta DNK bo'lakchalarini ko'paytirib olasiz. Kiritilgan gen saqlovchi yangi DNK molekulasi xo'jayin resipient hujayraga kiritasiz, ya'ni Escherichia coliga kiritib qo'yasiz o'sha narsa genni. Shunday plazmidni o'zini tiqib olsangiz, plazmidni o'zi olib borib, transmissible plazmid bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri Escherichia colini asosiy xromosomasiga rekombinatsiya qilib qo'yadi. Xo'jayin hujayrada DNK replikatsiyalanadi, ya'ni o'zini o'zi ko'paytiradi va Escherichia coli har bo'lingan vaqti o'zini avlodlariga o'sha insulin haqidagi axborotni ham beradi va siz tonnalab insulin olishingiz mumkin. Ularni o'sha narsachalarga solib chiqasizda, ampulalarga solib chiqasizda, chiqarib bozorga sotsangiz, 1000 so'mdan sotsangiz ham milliarder bo'lib ketasiz. Rekombinant DNKni xo'jayin hujayraga kiritish transformatsiya deyiladi. Esingizda ham transformatsiya degani biron bir organizmni har qanday bo'lagini ikkinchi organizmga kiritish usuli deydi. To'g'rimi esingizda bo'lsa? Transformatsiya deyilar ekan. Yo DNK bo'lagiga ega bo'lgan organizm transgen organizm hisoblanar ekan. Mana sizga zamonaviy genetik injeneriyada qilinadigan amallar. Qanday bo'ldi mavzu? Tushunarli bo'ldimi hammaga? Tushunarli bo'ldi. Gen muhandisligiga asoslanib o'simlik irsiyatini o'zgartirishni ko'ramiz. Siz bilan biza DNKni klonlash, DNKga genlarni kiritish o'rgandik. Endi o'simlik genomi qanday o'zgartirilar ekan? Klass genetik usul bilan irsiyatni o'zgartirishda ikki xil genotipli organizm chatishtirilganda, ularni barcha xo'jalik uchun molik va molik bo'lmagan genlari o'zaro rekombinatsiyalanadi. Natijada yaratilgan navga genetik tadqiqotchi istagan gendan tashqari istamagan navning xususiyatini buzuvchi boshqa ko'p genlar ham o'tib qolishi mumkin. Gen muhandisligi yordamida biza agar biron bir nav yaratmoqchi bo'lsak, unda faqat inson manfaatlariga mos keladigan belgi xossalar mujassamlashgan bo'lar ekan. Qaranglar, agrobakteriumning xususiyatlari. Biza o'simliklarni irsiyatini o'zgartirishda odatda o'sha biron kerakli genni o'simlik kiritishda biz agrobakterium deb ataluvchi bakteriyadan foydalanamiz. Muayyan bir genni hujayraga kiritish uchun tuproq bakteriyasi, agrobakterium hujayrasidagi plazmiddan foydalaniladi. Agrobakteriyaning ayrim turlari, masalan, Agrobacterium tumefaciens degani ikki urug' pallali o'simliklarni zararlab, ularni shish kasalligini keltirib chiqar ekan. Lekin genetik injeneriyada bu bakteriyani yaxshi ko'rish ekan. Qarang, Agrobacterium tuproq bakteriyasi shish hosil qilish xususiyatiga ega
Bu xususiyat agrobakterium ichidagi Ti plazmid deb ataladigan plazmida bilan bog'liq. Aynan shu plazmida bizda vektor sifatida ishlatiladi. Ti plazmida hujayraga genetik axborotni kiritish uchun zarur bo'lgan barcha xususiyatlarga ega tabiiy vektor hisoblanadi. Hujayraga genetik axborotni kiritish uchun zarur xususiyatlarga ega. O'simlik zararlangandan so'ng Ti plazmidani bir qismi o'simlik hujayralariga kirgan. Zararlangan o'simlik tanasidagi hujayralar palapartich bo'linishi natijasida shish hosil bo'lar ekan. Genetik injinerik olimlar bu narsani yaxshilab o'rganib chiqishganda, shu Ti plazmidaning shish kasalligini keltirib chiqaruvchi xususiyatini yo'qotadigan bo'lsak, bundan zo'r vektorda topa olmaymiz deyishgan. Uni qanday qilishgan? Ti plazmid genomini TDNK degan qismi bor. Ti da bir kichkinagina qismchasi bor. Mana rasmda ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana Ti plazmida mana TDNK qismi qizil bilan belgilangan. Aynan shu shish kasalligini hosil qilar ekan. Ya'ni agrobakterium o'simlik tanasiga kirgan vaqtda Ti plazmida agrobakterium tanasidan chiqib o'simlik hujayrasiga kirib, ma'lum bir hujayrasiga kirib, uni genomini o'zgartirar ekan va natijada o'sha hujayra palapartich bo'lingan vaqtda o'simlikda shish hosil bo'lar ekan. Tushundingizmi? Olimlar aynan agrobakteriumni mana shu xususiyatdan foydalanishadi, lekin olimlarga shish kasalligini hosil qiluvchi xususiyati yo'qmayapti. Nima qilish kerak? Buning uchun biz TDNK ni o'zgartirishimiz kerak. Qarang, qanday qilamiz? TDNK dan foydalanib o'simlik genomiga biror genni kiritish quyidagicha amalga oshiriladi. Birinchi navbatda biz agrobakteriumni Ti plazmidasini birmuncha yirik bo'lganligi uchun undan gen injeneriyasi maqsadlarida foydalanish qiyinroq bo'ladi boshida. Ya'ni siz Ti plazmidaga to'g'ridan-to'g'ri biron bir genni kirita olmaysiz, qiyin. Chunki juda katta. 20 mingdan ortiq nukleotid juftligi bor, ma'lumotlarga qaraganda. Shu sababli o'simlik irsiyatining gen muhandisligi usuli bilan o'zgartirish uchun plazmidning aynan TDNK qismi maxsus restriktaza bilan kesib olinadi birinchi. Ya'ni shu Ti plazmidadan TDNK ni ajratib olamiz va uni birmuncha kichikroq bo'lgan PBr 322 plazmidasiga ko'chirib o'tkazamiz. Kichkinaroq vektor konstruksiya yaratib olamiz. Xo'p, endi yaratilgan sun'iy plazmid Ti plazmidaga nisbatan birmuncha kichik bo'lib, ulardan foydalanish ancha osonroq va unumliroqdir. Bunday molekulyar vektor konstruksiya deb ataladi. Vektor konstruksiyani TDNK qismini kesib, qarang, TDNK ni endi ikkinchi qiladigan ishimiz shartda kesamizda unga o'simlik genni kiritamiz. Natijada bizda mana bunaqa holat yuzaga keladi. Mana Ti plazmidamizda mana bu Ti dan TDNK ni ajratib oldik, uni PBr 322 ga o'tkazdik va biz noyob genni, ya'ni o'simlikka kiritishimiz kerak bo'lgan genni TDNK ni shartda o'rtasidan kesdikda joylashtirib qo'ydik. Qarang mana, o'sha vektor konstruksiya yaratilgan vektor konstruksiyada noyob genni o'rtasiga joylashtirdik. TDNK ni 2 ga parchalab joylashtirdik. Endi TDNK kasallik keltirib chiqarish xususiyatidan voz kechadi. Tushungan bo'lsanglar, TDNK kasallik keltirib chiqara olmaydi endi. Xullas, vektor konstruksiyani TDNK qismini kesib, unga o'simlik genni kiritamiz. Natijada TDNK shish chaqirish qobiliyatini yo'qotadi. Chunki yod gen TDNK ni 2 bo'lakka bo'lib yuboradi. Tarkibida TDNK va yod genga ega vektor konstruksiya Ti plazmida genomidan TDNK qismi olib tashlangan, o'simlik uchun zararsiz maxsus agrobakterium shtammlariga kiritiladi. Ya'ni vektor konstruksiyamizni endi shunchaki biron bir agrobakteriumni kiritib qo'yamiz. Va bu bakteriya bilan o'simlikni zararlantiramiz. Endi o'simlik zararlanganda qarang nima bo'ladi? Agrobakterium kiradi, Ti o'sha ichidagi plazmidani o'simlik genomiga o'tkazadi, o'simlik genomi rekombinatsiya bo'ladi. Endi bu safar lekin shish kasallik kelib chiqmaydi, chunki TDNK parchalangan. Lekin va bizning noyob genimiz ham o'simlik genomiga birikib va biz istagan belgi fenotipda namoyon bo'ladi. Mana agrobakterium yod genni o'zini maxsus transformatsiya apparatidan foydalanib o'simlik genomiga o'tkazadi. So'nggi yillarda vektor molekula tarkibiga kiritilgan yod genlarning o'ta kuchli elektr maydoni ta'sirida yoki maxsus gen o'tuvchi zambarak vositasida o'simlik yoki hayvon hujayrasiga kiritish usullari ishlab chiqilgan deyapti. Bu yangi metodlardan. Genetik transformatsiya qilingan o'simlik hujayrasidan transgen o'simlik olinadi. 9-rasmga qarang debdi. Mana boshdan tushunamiz shu jarayonni. Mana Ti plazmida bor edi, TDNK qismini ajratib olib PBr ga o'tkazdik. Noyob genni TDNK o'rtasiga joylashtirdik. Vektor konstruksiyada endi tayyor. Va bu vektor konstruksiyani biz o'sha plazmidasi yo'q bo'lgan nima deydi?
o'simlik agrobakteriumga o'tkazib, agrobakterium bilan o'simlikni zararlantirdik. Agrobakterium o'zini genni o'tkazish usulidan foydalanib, o'simlik genomini o'zgartirdi va bizda mana o'sha transgen hujayra hosil bo'ldi. Transgen hujayra bo'linganda kalus to'qima deb ataluvchi to'qima hosil bo'ladi va bizda transgen o'simlik kelib chiqadi. Va bu o'simlik albatta bizni manfaatimizni ko'zlagan holatda meva beradi keyin. Kalus to'qima hujayralaridan ayrim o'simlik gormoni va boshqa regulyator moddalar ta'sirida ma'lum programma bo'yicha bo'lina boshlaydi. Natijada bunday hujayralardan bosqichma-bosqich o'simlik embrioni va barcha jihatdan normal voyaga yetgan transgen o'simlik olinadi. Transgen o'simlikning har bir hujayra xromosomasida ko'chirib o'tkazilgan gen saqlanadi. Shu sababdan transgen o'simlik jinsiy yo'l bilan ko'paytirilganda yotgan nasldan naslga beriladi. Olimlar tomonidan qishloq xo'jalik ekinlarining turli kasallikka va zararkunanda hasharotlarga chidamli transgen navlarini yaratish ishlari olib borilmoqda. Jumladan g'o'za o'simligida zararkunanda hasharotlarga chidamli ertapishar transgen navlari yaratilgan. O'simlik irsiyatini o'zgartirish sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi hayvonlarni irsiyatini o'zgartirishga o'tamiz. Shu yergacha savollar bo'lsa, mana marhamat berishlaringiz mumkin, kimda qanday savol bo'lsa. Kimda savol bor? Savollar bo'lsa marhamat. Yo'qmi savollar hech kimda? Yo'q, savollar yo'q ustoz. Yaxshi, unda endi hujayra muhandisligi asosida hayvonlar irsiyatini o'zgartirish, hayvonlarni klonlash, gibridlama olish texnologiyasiga to'xtalib o'tamiz. Hujayra va gen muhandisligi yutuqlari hayvon zotlarini yaxshilash uchun ham tatbiq etilgan. Bu yo'nalishdagi dastlabki biotexnologiyalardan biri yuqori xo'jalik va genetik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan qoramol zotlari tuxum hujayrasini ko'plab hosil bo'lishga erishish edi. Ma'lumki, sigirlar bir yilda faqat bir dona, ba'zan 2 dona tuxum hujayra hosil qiladi. Shu sababdan nomdor qoramol zotini zudlik bilan ko'paytirish imkoni bo'lmagan. Ko'p miqdorda yuqori sifatli sut beruvchi qoramolga ma'lum gormonni inyeksiya qilib, ko'plab tuxum hujayra olishga erishilgan. Bu tuxum hujayralar bachadondan olinib, sun'iy urug'lantirilgan, hosil bo'lgan zigotalar xo'jalik ahamiyati kam bo'lgan hashaki sigir bachadoniga kiritilgan, ya'ni implantatsiya qilingan. Natijada hashaki o'gay ona qoramoldan qimmatbaho zotli avlod olingan. Bu genetik injineriyaga oid bo'lgan biotexnologiya deyiladi bu narsa. Biotexnologiya va genetik injineriyaga oid bo'lgan tajribalardan biri hisoblanadi. Ya'ni qisqa vaqt ichida zotdor qoramollarni olishga qaratilgan usul hisoblanadi. Endi bu biotexnologiya bizning mamlakatimizda ham qo'llanilgan. AQShning dunyoga mashhur Monsanto deb ataluvchi kompaniyasi gen muhandisligi usuli bilan o'sish gormoni, ya'ni growth gormon ishlab chiqarib, sigirlarga inyeksiya qilganda sigirlardan sog'iladigan sut miqdorini oshirishga erishgan. Endi navbatdagi tajriba zigota urug'langan tuxum hujayraga har xil genlarni mikro inyeksiya qilib, transgen sichqon, transgen kalamushlar olish ko'plab laboratoriyalarda bajarilgan. Mamlakatimizda ham akademik Jahongir Hakimovich Hamidov tomonidan shu usulni qo'llab, quyon zigotasiga o'sish gormoni kiritilganda odatdagiga nisbatan yirik va tez o'suvchi transgen quyonni birinchi marta olingan ekan. Tushunarli bo'ldi? Qanday qiziqarli mavzu. So'z inyeksiya qilish degani nima degani? Muskulga dori yuboriladi. Muskulga dori yuborish inyeksiya deydi. Implantatsiya degani bachadonga joylantirish degani. Va sigirning muskuliga, son muskuliga ma'lum bir gormon nom berilmagan, yuborilganda o'sha sigirda bachadonda odatda bitta tuxum hujayra etilsa, bu safar juda ham ko'plab tuxum hujayralar hosil bo'lgan. Ularni bachadondan sidirib olishganda, sun'iy urug'lantirib, hashaki sigirlarni bachadonga implantatsiya qilib qo'yishgan. Va hashaki sigirlar buqani ko'rmasa ham, buqani ko'rmasa ham homilador bo'lib qolgan. Chunki odamlar uni joylashtirib qo'ydi-da va ular oy kuni yetgandan keyin tuqqan vaqti buzoqcha hashaki sigirning zotidan emas, o'sha qimmatbaho zotdan bo'lib tug'ilgan. Tushunarlimi? Endi hayvonlarni klonlash. Bir bakteriya hujayrasi bo'linish natijasida hosil bo'lgan bakteriya hujayrasi klon deb ataladi. Chunki bakteriyalar jinsiy usulda bo'linadi, bilasizlar. O'zini yaratgan bakteriyasi xuddi o'zidek bo'ladi. Klon deyiladi. O'simliklarning kloni bir hujayradan sun'iy sharoitda ko'paytirilib yoki vegetativ ko'paytirish usuli bilan olinadi. Ya'ni o'simliklar ham vegetativ ko'paygan vaqtda o'zini klonni yaratadi. Bakteriyalarning klonni olish, o'simliklarning klonni olish muammo emas. Lekin hayvonlarning klonni olish muammo edi o'tgan asrni 1977-yillarigacha. Birinchi marta baqada klonni olgan olim bu
giyordan hisoblanadi. Yuksak hayvonlar vegetativ yo'l bilan ko'paymaganligi sababli ularni klonni olish yaqin kunlargacha muammo bo'lib kelgan. 1977-yilda Giordon degan olim hujayra muhandisligini qo'llash natijasida yuksak hayvonlarni klonni yaratish biotexnologiyasini ishlab chiqqan. Mana 10-rasmga qaraydigan bo'lsak. Demak, u nima qilgandi? Baqani klonni olgan ilk bora. Baqani yadrosi olib tashlangan tuxum hujayrasini oladi, yadrosini olib tashlaydi. Keyin it baliq bo'ladiki, it baliqning ichak hujayrasi yadrosini olib, o'sha tuxum hujayrani yadrosini o'rniga qo'yadi. O'sha tuxum hujayradan chiqqan it baliq o'sha dastlabki it baliqni xuddi o'zi bo'ladi, kloni bo'ladi. Endi ilk bora qo'y klonni olish. 1997-yilda Shotlandiyaning Roslin instituti olimlari qo'yni klonni yaratadilar. Bu tajribaga qadar yadrosi olib tashlangan zigotaga boshqa embrional hujayradan olingan yadro ko'chirib o'tkazilar. Hosil bo'lgan transplant hujayra o'gay ona bachadoniga kiritilar, implantatsiya qilingan edi. Shotlandiyaning Roslin instituti olimlari erishgan natijalar Giordon tajribasidan farqi shundaki, ular ilk bor yadrosi olib tashlangan zigotaga voyaga yetgan organizm somatik hujayrasidan ajratilgan yadroni kiritib yetuk organizm olishadi. Demak, Giordon qarang, it balig'ida yadrosini tuxum hujayraga kiritgan, hali voyaga yetmagandi. Roslinchilar esa voyaga yetgan organizmni yadrosidan foydalanishadi. Roslinchilar bilan Giordon tajribasining farqi shunda. Mana rasm berilgan, qarang nima qilishadi ular. 3 ta qo'y zotini olishadi. Mana bu qo'y zoti bilan, Findorsit qo'y zoti bilan, mana bu yuqoridagi qo'y zoti bu donor qo'ylar. Mana bu surrogat ona, ya'ni tug'ib berish kerak. Findorsitdan qarang, donor hujayra qo'yning sut bezlaridan olinadi. Hujayralar sut bezlaridan donor hujayralarni oldik. Ularni biz oziqa muhitida saqladik. Donor hujayra yadrosini tuxum keyin saqlab turdik. Endi mana bu qo'ydan urug'langan tuxumni oldik, ichidan yadrosini olib tashladik va olib kelganimizda Findorsit zotli hujayralardagi yadroni mana bu qo'y zotining tuxum hujayrasini yadrosi o'rniga qo'yib, sun'iy zigota hosil qildik va uni embrional holatda rivojlantirib, mana bu bachadonni, mana bu qo'yni bachadoniga embrionni implantatsiya qilib qo'ydik. Va bu vaqt kelib qo'zichoq tuqqanda tug'ilgan qo'zichoq Findorsit zotli bo'ldi. Bu qo'zichoqning tug'ilishida ikkita qatnashdi donorlar, biri hujayrasini berib turdi, ikkinchisi yadrosini berdi. Yadrosi Findorsitniki edi, irsiy element Findorsitniki edi, shu sababli tug'ilgan qo'zichoq Findorsit zotli bo'lib qoldi. Tug'ilgan qo'zichoq nomini Dolly qo'yib qo'ydik keyin. Xo'p, savol bor ekan. Marhamat. Kimda savol bo'lsa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz qarayman bu to'g'ridan to'g'ri surrogat ona qo'ydi o'zini tuxum hujayrasidan foydalansa bo'lmaydimi hozir? Yo, tuxum hujayrasidan foydalansa bo'ladi, lekin bu yerda klonlashni mohiyati yo'qolib qoladi. Chunki bu o'zini zotini tug'sa, mana surrogat ona o'ziga o'xshagan tug'sa, bu yerda klonlash qayerda qoladi? Lekin to'g'risi mana olamizda yadrosini olib, buni hujayrasiga joylashtirib, yana bachadonni implantatsiya qilyapmiz. Shunchaki bu yerda o'sha klonlash mohiyatini ko'rsatishmoqchi bo'lishganda, aynan mana Findorsit chiqdi, mana ko'rib qo'yinglar, xuddi mana qo'zichoqni tug'dira oldik biz surrogatdan degan ma'noni keltirib chiqarishmoqchi bo'lishgan. Shuning uchun mana buni yadrosi, buni hujayrasidan foydalanib qo'zichoqni tug'dira olishgan. Tushundingizmi? Bu yerda o'sha klonlashni mohiyatini ko'rsatmoqchi bo'lishganda, effektini ko'rsatmoqchi bo'lishgan surrogatsiya yordamida. Bu narsani hozir odamlar ham qilishyapti. Chet elda bu narsa mashhur bo'lib ketgan surrogat ona. Eshitgansizlarmi? Ha? Ha, ma'lumot bor. Ha, mana shundan kelib chiqqanda Roslin instituti olimlaridan kelib chiqqan bu narsa. Endi bunchalik klon yaratilmaydi-yu. Qo'yiladimi shunga? Ha? Hozir mana bu sun'iy zigotamiz qanaqadir bir oziqa muhitda turadimi, yo'qmi? Albatta, probirkada zigotani o'sha embrion, mana qarang, embrionning rivojlanishi deyapti-ki, embrionni rivojlantirib, maydalanish bosqichlarini o'tagandan keyin gastrulatsiya bo'layotgan vaqtda joylashtirib qo'yishganda. Mana bitta hujayra edi, mana kiritayotgan vaqt ko'p hujayralar bo'lib turibdi, ko'ryapsizmi? Ya'ni blastula holatiga kirgizib olishgan kerak. Ha, o'sha siklga yetgandan keyin demak qo'yadi, to'g'rimi? Ha, ozgina ma'lum muddat o'sha turganda, buni proverkani ichida rivojlantirib, yaxshilab ishlab, uni ustida keyin ko'ngillari xotirjam bo'lib, bachadonga implantatsiya qilishgan embrionni. Tushundim, rahmat. Aynan mana shu rasm milliy sertifikat test savollarida kelgan, olimpiada savollarida ko'p kelgan
Navbatdagi milliy sertifikatda ham kelish ehtimoli bor. Juda ham mashhur rasm mana shu. Qanaqa tarzda so'rash mumkin o'sha savol qilib? Bir rasmni tashlab qo'yaman menda bor edi savolini. Kanalga tashlab qo'yaman bugun yo ertaga. Xo'p. Jordanning Hop. tajribasi nima? Ha? Jordan tajriba qiladi-ku. Ha. Shuni tajribasi nimasi xato? Giordanniki xato emas. Giordanniki to'g'ri, faqat Giordan o'sha yadroni voyaga yetmagan organizmdan olib tuxum hujayraga joylashtirganda baqani olgan, baqa tug'ilgan. Rostinchilar Giordanga o'xshab voyaga yetmagan organizmdan emas, mana qarang, Findors katta qo'yzot o'tiribdi, qarang. Sut bezlaridan olib to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni balog'atga yetgan organizmdan to'g'ridan-to'g'ri klon olgan. Boyagi Giordan hali it balig'idan olgan, hali voyaga yetishga ulgurmagan lichinkadan olgan. Shunisi bilan farq qiladi. Giordanniki ham to'g'ri. Aslida mana bu Rostinning tajribasi Giordan tajribasiga asoslangan. Giordan tajribasi bo'lmasa edi, Rostinchilar qila olmasdi bu ishni. Ikkalasi ham to'g'ri ish. Xato emas. Jordan tajribasini xatosi, chunki o'z zigotidan oladi. Bular esa sutlardan shuning uchun Yo'q, uni xato deya olmaymiz biz. Uni xato deya olmaymiz. Yo'q, ikkalasi ham ishlagan, ikkalasida ham organizm chiqqan. Faqat Rostinchilar bu ishni takomillashtirishgan. Xuddi mana 8-sinfda Basov bilan Pavlov ishi borki, oshqozon shirasini olish. Basov qizil o'ngachni kesmasdan shira olishga harakat qiladi, lekin toza shira ola olmaydi. Pavlov qizil o'ngachni kesib tikib qo'yib oladi, esingizda bo'lsa. To'g'rimi? Pavlov toza shira olgan. Pavlov o'sha Basov ishini takomillashtirgan. Agar Basov bo'lmasa edi, Pavlovning miyasi kelmagan bo'ladi bu ish. Xuddi shunaqa narsada bo'lganda, Basov ham xato ish qilmagan, shunchaki kesmasdan qilgan. Lekin oshqozon shirasini olish mumkinligini isbotlagan. Pavlov toza shira olmoqchi bo'lganda qizil o'ngachdan kesib qo'ygan. Bilasizmi, hozir chet elda Basov ishidan qanchalik ko'p odam foydalanadi fermer xo'jaliklarida. Millionlab dollar olib keladi Gretsiyaga o'sha orqasidan. Sigirlarni bachadoniga fistula o'rnatib qo'yadi, sigirlarni doim o'sha fistula orqali bachadon oshqozonni ochib qarab turishadi. Zararli ovqat yeb qo'ymadim, namuna olib turishadi. Sigirlar ham sog'lom bo'ladi, beradigan suti ham 100% ishonchli bo'ladi. Basov ish xato deya olmaymiz-da buni ko'rib turib. Tushundingizmi? Xato emas bu, to'ppa-to'g'ri tajriba bo'lgan kelasi ham. Xo'p, kelinglar endi gibridoma olish texnologiyasini ko'ramiz. Gibridoma hujayra muhandisligi rivojlanishi gibridoma olish biotexnologiyasini vujudga keltirdi va monoklonal antitana sintez qilish imkonini yaratdi. Ma'lumki, normal hujayra juda sekin bo'linib ko'payadi. Ularning bo'linishi cheklangan. Rak hujayralari tez va cheksiz bo'linadi. Biror foydali oqsil sintezlovchi normal hujayra biomassasini sun'iy sharoitda ko'paytirib, shu oqsil moddani ko'plab ishlab chiqarsa bo'ladi. Lekin normal hujayradan yetarli biomassa olish cheklangan bo'lganligi uchun bunday muammo o'z yechimini topmagan edi. Ya'ni siz mana leykositlardan antitanalar antitaks olmoqchisiz, lekin leykositlarning umri chegaralangan, bo'linishi chegaralangan. To'g'rimi? O'zingiz kutgan natijani ola olmaysizmi? Masalan, kerakli antitana antitoksinni shuni killer bilan milishdan qarang, nima qilishgan? 1975-yilda killer bilan milishdan sun'iy sharoitda kerakli antitanani sintezlovchi limfosit hujayrasi bilan cheksiz va tez bo'linuvchi rak hujayrasini birga qo'shish natijasida tabiatda uchramaydigan gibrid hujayra yaratganlar. Buni gibridoma deb nomlashganlar. Ya'ni yaratilgan hujayra juda cheksiz bo'linib ketaveradi va tez bo'linadi va eng qizig'i bizga kerakli bo'lgan antitanani sintezlab beradi. Antitana bilasiz, bu immunitet degani. Bundan foydalanib biz bemalol zardoblarni yaratsak bo'ladi, vaksina yaratsak bo'lar ekan demak. Natijada sun'iy sharoitda antitana sintez qiluvchi hujayraning cheksiz ko'payishiga erishildi endi. Gibridoma hujayrasini maqsadga muvofiq har qanday hujayrani rak hujayrasi bilan biriktirish yo'li bilan hosil qilish mumkin. Masalan, sizga gemoglobin oqsili kerakmi? Eritrositni bunaki rak hujayrasi bilan birga qo'shasiz, o'sha killer milishdan qilgan usul yordamida qo'shasiz, gibridoma olasiz. Olingan gibridoma hujayrasi bo'linib ketaveradi, cheksiz bo'linib ketaveradi va siz istagancha gemoglobinni olishingiz mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Yoki bo'lmasam sizga trombositdagi fibrinogen oqsili kerak. To'g'rimi? Fibrinogen oqsili. Fibrinogen dema, tromboplastin oqsili kerak. Qon yurishini ta'minlaydigan. Xolos, trombosit bilan rak hujayrasini gibridlaysiz, hosil bo'lgan hujayra cheksiz tez bo'linib ketaveradi va qisqa muddatda siz tonnalab, misol uchun o'sha tromboplastin fermentini olishingiz mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Killer bilan milishdan qilgan ishda. Bu texnologiya hozirgi kunda qimmatbaho oqsil regulyatorlari,
antitana va gormonlar sintezida gen muhandisligi bilan barobar ishlatish mumkin. Shuning uchun hujayra muhandisligiga asoslangan biotexnologiyaning imkoniyati cheksiz hisoblanar ekan. Hurmatli o'quvchilar, bugungi ma'ruzamiz tugadi. Genetik injeneriyaga oid bo'lgan yana ikkita mavzu qoldi. Eski munosabatda berilgan, lekin ularni ma'ruzaga qo'shmaganman sababi ularni o'zlaringiz ishlab, o'qib, tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni o'zbek olimlarining qilgan ishlari, asosiy o'quvchilarni qiynaydigan joylari men sizga yoritib berdim. Qisqacha mana 3 ta darsda biz siz bilan tanishdik. Gen muhandisligi nima, obyekti nima, tarixi qanaqa. Hujayraning genetik elementlari, xromosoma nima, plazmid nima, nukleoid nima, ko'chib yuruvchi genetik elementlar nima, transpozon, retrotransposonlar, ularning bir-biridan farqi, ko'chish usuli, hujayra irsiyatining o'zgarishiga olib keladigan tabiiy jarayonlar, ya'ni konjugatsiya, transformatsiya, transduksiya jarayonlari bilan tanishdik. Gen muhandisligida qo'llaniladigan fermentlar bilan tanishdik. Bilim va malakalarni baholash agentligi va Sefer biologiyada shu mavzuga tushgan masalalarni yechish usullarini ko'rdik. Mustaqil ishlash uchun sizlarga masalalar berdim. Tepada tashab qo'yganman 8 ta masala. Laboratoriyada rekombinant DNK olishni ko'rdik. Boyer va Cohen tajribasini ko'rdik. Genlarni klonlashni ko'rdik hattoki. Gen muhandisligi asoslanib o'simlik irsiyatini o'zgartirish usullarini ko'rdik. Hujayra muhandisligi asosida hayvonlar irsiyatini o'zgartirish, hayvonlarni klonlash, ya'ni Giordon tajribasi, Roslin tajribasi, gibridoma olish texnologiyasi, Killer-Milstein tajribalarini, gibridomaning ahamiyatini ko'rdik sizlar bilan. Endi albatta bizning maktab darslarimizda gibridoma olish texnologiyasining ahamiyati berilgan, faqat qanaqa tarzda o'tkazilishi berilmagan, chunki juda murakkab jarayon. Lekin biz shu yergacha bilsak bo'ldi, gibridoma nima, qanday olinadi va ahamiyati nimadan iboratligini bilsak bo'ldi. Maktab darsliklarida chunki bizga faqat shu yoritib berilgan. Hurmatli o'quvchilar, ma'ruzamiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'laman. Maktab darsliklarida berilgan o'sha genetik injeneriyaning asosiy qismlarini sizga tushuntirib berishga harakat qildim 3 ta darsda. Agar manzur bo'lgan bo'lsa, ertaga narsa testda tushib qolgan vaqtda yaxshi bilimlaringizni ishga solib, yaxshi natija ko'rsatsanglar, men bundan faqat xursand bo'laman. Xo'p, bugun endi savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Men ungacha sizlarga bitta mavzuni 3 ta darsdan kuzatgan o'quvchilarga bittagina savolim bor. Savollar kelibdi. Klondan olingan organizm keyinchalik nasl beradimi degan. O'zi nazariy jihatdan berar, lekin men qo'zichoq doli deyishganman, nasl berishga ulgurmay vafot etgan qanaqadir sababga ko'ra. Lekin klondan olingan organizm nasl berishi kerak, nazariy jihatdan beradi. Lekin amaliyotda doli vafot etgan. Xo'p, attestatsiya guruhingiz bormi debdilar. Yo'q, Elmira ustoz, attestatsiya guruhim yo'q hozircha. Lekin nasl tez orada ochish niyatimiz bor. Hozircha onlayn darslarni tashkillashtiramiz. Mana shunaqa tarzda bepul. Aytadi-yu, bir ishni qilsang yo bepul qilgin yoki qimmatga qilgin deydi. Shuning uchun men bepul qilyapman. Qachondir, lekin agar o'quvchilar so'rayversa, ustozlar so'rashsa, maxsus gruppalar ochish niyatim bor. Vaqt kelib. Xo'p. Endi sizlarga savol qaranglar. Maxsus savol. Demak, biz klonlashni ko'rdik. Kim menga aytadi? Birinchi marta qarang. Genlarni klonlagan olim. Ikkita bular. Bakteriyalarni klonlagan olim. Bitta bu. Hayvonlarni klonlagan olimlar. Bu bitta. Tushundinglarmi, hurmatli o'quvchilar? Birinchi marta bakteriyalarni klonlagan, genlarni klonlagan kim va hayvonlarni klonlagan kim? Yordam sizlarga, genlarni klonlagan olim ikkita, bakteriyani klonlagan olim bitta, hayvonlarni klonlagan olim bitta. Kim aytadi? Kommentariyaga yozamiz tezroq. Qani. Vo, javoblar kelishni boshladi. Ko'rib chiqay qani. Boyer va Cohen debdi. Ya, aytib ketinglar siz. Genlarni klonlagan olim kim, bakteriyani kim, qaysimi Boyer bilan Cohen? Qani. Giordon hayvonlar, to'g'ri? Bakteriyalar Louis Pasteur, to'g'ri. Boyer bilan Cohen. Mayli, o'zim yordam beraman sizlarga, qaranglar. Xo'p. Demak,
Birinchi marta gellarni klonlagan olim kim ekan? Boyer bilan Coin ekan. Birinchi marta bakteriyani klonlagan olim Louis Pasteur. Birinchi marta hayvonlarni klonlagan olim bu albatta 1977-yilda Giordon hisoblanadi. Birinchi marta qo'yni klonlagan olim kim demak? Birinchi marta qo'yni klonlagan olim kim? Kim aytadi? Roslin instituti olimlari to'ppa-to'g'ri. Birinchi marta qo'yni klonni olishgan. Birinchi marta gibridom olgan olimlar kimlar? Kim aytadi? Killer bilan Milstein to'ppa-to'g'ri. Birinchi marta shu ishni qilishgan. Barakalla, zo'r. Demak, genlarni klonlashda vektor sifatida nimadan foydalansa bo'ladi? Kim aytadi? Kim? To'g'ri, bakteriyafagdan, virusdan, plazmiddan, yana eng asosiysi ko'chib yuruvchi genetik elementlar, transpozon, retropozonlar. Yo, bakteriyadan foydalanilmaydi ilmiy ravishda. Yo'q. Bakteriyaning ichidagilardan foydalanish kerak, ha. Bakteriyaning ichidagilardan, plazmidlardan, ko'chib yuruvchi genetik elementlar, viruslar, faglardan foydalansa bo'ladi, to'g'ri. Zo'r. Yaxshi. Demak, ancha faolsizlar va sizlarga va'da qilgan nima deydi? Hozir. Va sizlarga va'da qilgan narsam bu elektron kitobcha. Elektron kitobcham. Ya'ni elektron kitobcha mana shu hozir ma'ruza materialni men sizlarga keyinchalik tashib beraman. Bugun yoki ertalab tashib beriladi, xudo xolasa. Kelishdikmi? Demak, hammaga rahmat. Bugungi dars uchun qatnashganliklaringiz uchun tashakkur aytaman. Juda ham zo'r dars bo'ldi. O'ylashimcha sizlarga foydali bo'ldi. Videorolikdan tashakkur. Anatomiyadan biladimi? Nimadan? Anatomiyadan biladimi? Anatomiya. Ha, aytgancha e'lonim bor. Endan buyon nasib bo'lsa mana xudo xolasa kelayotgan haftadan boshlab sizlar bilan anatomiya darsliklarini boshlaymiz bundan buyon. Ular ham barchasi nasib bo'lsa anatomiya darsliklari ham bepul bo'ladi va mukammal darajada qilishga harakat qilaman xudo xolasa. Faqat maktab darslari bo'lasiz. Ha? Haftaning qaysi kunlari bo'ladi? Endi to'g'risini aytaman, hozir biologiyadan ekspert bo'lib ishga kirganman, jamoatchi ekspert bo'lib, tekshiryapmiz-da. Tekshirish ishlarini olib boryapmiz, milliy sertifikatga kirganlarni natijalarini. Shunga biroz vaqt ajratish kerak bo'ladi. Vaqt bo'lgan zahotim, kunlik normani bajargan zahotim o'sha translyatsiya qilib bir kun oldin xabar qilaveraman, lekin har bitta haftada va'da beraman, kamida 2 ta dars bo'ladi kelayotgan hafta. Siz mavzularni aytib qo'ysangiz, o'zimiz bu yoqqa Mavzu, birinchi mavzumiz kelasi haftada yo dushanba kuni yo seshanba kuni o'sha gormonlar, sekresiya bezlari mavzusi, gumoral boshqarilish. Bir vaqt aytsangiz, o'zlarimiz muhokama qilardik-da shu guruhda. Adminlarimiz bor, nasib guruhda yozganlar admin agar chatda ochib qo'yinsanglar yoki o'zimni yozib atmetga qilib qo'ysanglar, sizlar istagan vaqtda chatda ochib beraveraman agar savol javob qilib turaman desanglar, farqi yo'q. Muammo emas. Xohlasangiz chatda ochib qo'yaman, 24/7 ochiq bo'ladi. Kirib bemalol muhokama qilib tursanglar ham bo'ladi. Muammo emas bu. Rahmat. Xo'p, demak, kelayotgan haftada nasiblar bilan juda ham ko'plab ishlar qilamiz va ertaga soat 2 da Innova o'quv markazidan milliy sertifikat imtihoni bor. Uzoqdan kelayotgan o'quvchilar uchun albatta tashab beraman demo testlarni. Kelib qatnashsanglar ham bo'ladi, bepul qatnashish mutlaqo. Kelib qatnashib, ichkaridagidek muhit yaratib berishga harakat qilaman. Tekshirishlar, titul varaqalar kelib, hech bo'lmasa kichkinagina bir tajribacha olib ketasiz o'zingiz bilan kelsanglar. Kela olmaydiganlar sizlar bilan onlayn ko'rishib, onlayn elektron kitobchalarni tashlab beraman. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilm olishga rahmat. Mayli, sog' bo'linglar. Mayli, so'z sog' bo'ling. Xo'p.